Onang seni boshqa tug'maydi qizim. Xafa qilgan joyda qolmagan. Prosta yashagan. Seni xo'rlashlari uchun emas, maza qilib yashashing uchun katta qilamiz. O'zingni birovga masxaralashib qo'ymagan. Duxu vagon qil. Hech kimdan qo'rqmagan. Adin yoningda. Ложь бывает сладкой, но стреляет правда. Только небо знает, что же будет завтра. Videoga izoh berishimdan oldin kommentariyalarni bir o'qing. Yigitlar yozgan buni. Bizni jamiyatimizda asrlar osha kelayotgan otaning obrazi bor oiladagi, ya'ni qiz bolaga nisbatan bosim qilish, qattiq qo'l bo'lish, bir qaraganda qo'rqib turish kerak qiz bola, ana keyin voyaga yetganidan keyin qo'shqo'llab egasiga topshirib beriladi. Asrlar osha bunaqa tarbiyani mahsulini, natijasini biz ko'rdik va bizga yoqmadi. O'sha tosh bo'lsa ham, osh bo'lsa ham, kaltak bo'lsa ham, nima bo'lsa ham o'sha joyda yutasan. Ya'ni men seni orqangda turmayman, chidaysan degan tarbiya. Aslida men o'zimni qizimga yoki qaytib kelib o'sha bir paytlari eski davrni qaytarsak, onamga buni ravo ko'rmagan bo'lardim. Kommentariyada esa yigitlar faqat o'zi tarafdan qarashadi-da, ularga qulay. Men qiz farzandim yo'q, lekin kelajakda qiz farzandim bo'lsa, men ham xuddi shunaqa mana shu videodagidek tarbiya qilaman. Nega? Otaning roli bor, obrazi. Ya'ni sog'lom muhitda ota qiz bolaga nisbatan mehr beruvchi, himoyalaydigan, qo'llab-quvvatlaydigan, qizim, men seni sirdoshing bo'laman deydigan inson bo'lishi kerak. Onasi mayli biroz qattiq qo'l bo'laversin. O'g'il bolada aksincha. O'g'il bolada ota biroz talabchanroq, ona esa mehr